Lekin men sizlarga hozir yengil texnika beraman. Yengil xafachiliklarni chiqarib yuborishingizga yordam beradigan texnika beraman. Hozir nafas olganda toza, kumush rang, nurli energiya tanangizga kirayotganini tasavvur qilasiz. Havo chiqarganda negativ qora mazut energiya chiqib ketayotganini tasavvur qilasiz. Nafas olganda toza energiya kiradi, havo chiqarganda ichingizdagi ana o'sha loyqa negativ energiya chiqib ketayotganini tasavvur qilasiz. Давайте boshlaylik. Bir minut bajaring bu texnikani. Chuqur nafas olasiz. Toza energiya kiradi. Loyqa energiya chiqadi. Toza energiya kiradi. Negativ energiya chiqadi. Toza energiya kiradi. Loyqa energiya chiqadi. Va yana va azizlarim, mashq sizga yengil bloklar bilan qutulishingizga, yengil bloklardan qutulishingizga yordam